Demak, navbat bizga loyihasining birinchi soni. O'zi umumiy olganda konstitutsiya nima uchun o'zgardi? Unga ehtiyoj bormidi? O'zi qonunni kim ishlatish kerak? Davlat ishlatish kerakmi, fuqarolarmi? Tanish bilish degan narsangiz yo'qolmaydi. O'sha Amerikada ham, o'sha Yevropada ham, o'sha Xitoyda ham tanish bilishingiz bor. O'zbekistonda qonunlar ishlamaydi degan fikr bo'ladi. Rostdan ham qonunlar ishlamaydimi? Ishlamasa qaysi o'rinlarda ishlamaydi? 4-kurs bitiryapganimda men tashqi ishlarga kirmoqchi edim. Praktikaga kirmoqchi edim, agenchilik ishga kirmoqchi edim. Qabul qilishmagan. Shu yerda ham yana bir savol. Nima uchun shu yerda sudga murojaat qilmaydi? Bizda deylik akademik almashuv dasturlari bor. Mana bu universitetlar memorandumlar bor. Mana bunaqa imkoniyat bor. U bu desangiz, yo'q, bizda shunaqa narsa bormi? Shuning uchun biz doimiy ravishda o'zgartirishimiz kerak bo'ldi va mana shu konstitutsiyamiz ham 92-yilda qabul qilingan bo'lsa, bazasi taxminan 90 yoki 80, balki undan ham oldingi konstitutsiyani bazasida bu umumiy olganimizda. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, qadrli do'stlar, yoshlar, tengdoshlar. Demak, navbat bizga loyihasining birinchi soni va biz yoshlar parlamenti a'zolari sizlarga aynan O'zbekistondagi siyosiy jarayonlar va eng muhimi yoshlar uchun manfaatli bo'lgan mavzularda atroflicha suhbat qilib, ijtimoiy siyosiy hayotimizga oid bo'lgan muhim ma'lumotlarni berib borishga harakat qilamiz. Faoliyatimizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib izoh yozishni unutmang. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, albatta izohlarda yozib ketishingizni so'ragan bo'ladik. Bugun meni ikki suhbatdoshim ham O'zbekistonni ijtimoiy siyosiy hayotida eng faol bo'lib turgan yoshlardan. Demak, bugun O'zbekiston qonunchiligida yoshlarning o'rni, O'zbekistondagi siyosiy jarayonlar, yoshlarning faolligi, umuman mana shu mavzuda atroflicha suhbat qilishga harakat qilamiz va eng muhimi, bugungi loyihamiz siz uchun manfaatli bo'lsa, bundan faqat va faqat xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Navbat bizga loyihasi, demak, navbat sizlarga. Endi bemalol fikrlaringizni mana shu minbardan turib yetkazishingiz mumkin bo'ladi. Mani birinchi savolim, har doim o'zim siyosatda ichida yurgan bo'lsam ham, bugungi O'zbekiston yoshlari o'zini chin ma'noda siyosatni ichida his qiladimi va siyosatda bugun yoshlarning o'rni qanaqa, sezilarli darajadami yo sezmaysizlarmi? Hop, menimcha bugun podkast shaklida ochiq muloqot shaklida olamiz. Albatta, juda ochiq muloqot. Siz savol berasiz, biz faqat javob berish bilan emas, balkim sizda ham qo'shimcha fikrlar uyg'onib qolsa, nazarimda qo'shilib turganingiz Albatta. bizga ham qiziq. Endi o'zi umumiy olganimizda oxirgi 7-8 yilda oladigan bo'lsa, yoshlarga oid davlat siyosatida bo'ladigan o'zgarishlarni bugungi kun O'zbekiston yoshlari bevosita o'zini tanasida his qilib kelyapti. Misol uchun bir o'zimdan agar shaxsiy bir namuna sifatida ko'rsatadigan bo'lsam, so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar fonida yoshlarga qilingan e'tiborni bir mevasi o'laroq men o'zim ham unib o'sgan yoshlardanman. Ya'ni shu voyaga yetish davrlarimizni agar hisobga oladigan bo'lsak, katta hayotga qadam qo'yishda aynan islohotlar davriga to'g'ri keldik va mana shu islohotlar fonida men chet ellarda tahsil olishga erishdim. O'zimizda universitetda yetarlicha o'sha prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus doirasida yetarlicha deylik yutuqlarga erishishga ham bir Siz o'zingiz bemalol ayta olasiz, siyosatning ichidaman deb. Ha, albatta. Shu O'zbekistonni bir bugungi kunda olib borilayotgan shu yoshlarga oid davlat siyosatida men o'zimda his qilgan yoshlardanman. Ya'ni menimcha bizani kuzatuvchilarimiz orasida ham bu fikrni qo'llab-quvvatlovchi juda ham ko'proq topiladi. Rahmat kattakon. Sizda bu fikrlar qanaqa? Qisman qo'shilaman gaplariga. Umumiy qaraganda bor qiziqish rostdan yoshlarda siyosatga, ammo protsent sootnosheniya qarasak, prosentga to'g'rilasak, viloyatlarga chiqsa o'sha kamayadi ancha. Toshkentga o'tadigan bo'lsak, Toshkentda to'g'ri bu sal rivojlangan. Toshkent yoshlarida sal qiziqish, qanaqadir bir imkoniyatlari ko'proq. U men aniq o'zimda ko'rib chiqdim. Oddiy advokatman. Yosh advokatlardan biriman. Universitetni bitirib advokatlik litsenziyasini olganman va shu doirasida o'z tengdoshlarim atrofida, o'zimni ukalarim, yoshroq bolalar atrofida qaraganimda o'zini qiziqqonligi bo'lsa, boradi, yo'lini topib ketadi. Ammo qiziqish bo'lmasa, bu harakatlar olib borilayotgan davlat tomonidan shu nima deydi? Bitta bir umumiy yoshlarning orasida qolib ketyapti. Ozgina sonli ichida. Ular o'zini ichi bilan olib ketyapti, qolganlarni qiziqtirish qiyin bo'lyapti. Markazlashuv juda ham kuchli demoqchiman. Lekin hozir aytadigan fikrlarda mana yosh advokatlar bu ham bitta imkoniyat bo'lgan. Aslida oldin bunaqa bo'lmagan adashmasam, to'g'rimi? Amaliyotda, ya'ni ma'lum bir yillik ish tajribaga bo'lmasdan turib advokat bo'lish imkoniyati bo'lmagan bo'lsa kerak. Bo'lgan. Men Hozir aytayaptilarki, universitetni tugatib olganman, advokatlik sertifikatini deb. Bugun qanaqadir to'siqlar bormi siz yosh bo'lganingiz uchun? Qaysidir jihatlarda ishonchsizlik bo'lishi mumkin. Hali yosh degan qanaqa bir jarayonlarda bo'lyapti? Shular haqida aytib bering.
boshida oson bo'lgan, boshida qarab yosh, qiziqqon deb yo'l ochib berishgan. Sizga amaliyot sifatida qarashgan unda. Ha. birinchi Kadr qarashgan. sifatida emas. Ha, qarashgan, ammo keyinchalik amaliyotga keladigan bo'lsak, yoshsan nimani bilasan degan masalada meni to'sqinlik qilishardi. Ana. Potensialni ko'rishgach, Qonun tarafdan hech qanaqa chegaralovda yo'q. Har qanday nima imkoni bo'lsa, men teng huquqqa egaman. Necha yillik bir 30 yillik stajli advokat bo'lsa ham menga yo'l berilgan. Yosh bo'lsa ham qilish imkoni. Ammo amaliyotga keladigan bo'lsak, ko'proq nimani ham bilarding degan masalada keladi. Ammo bitta narsani amin bo'ldimki, 4 yil o'qib chiqib bizda hali bilim yangi olgan bilim bizda svejiy. barra bilimlar. O'sha bilim bilan biz qo'rqmasdan yangi olish, yangi masalalarga, savollarga qo'rqmasdan kirib, o'rganib kelib Lekin chiqamiz. advokatlikda asosan amaliyot muhim emasmi? Chunki jarayonlar turlicha bo'ladi, turli taqdirlar bo'ladi, ularga yondashuvlar alohida Amaliyot bo'lishi qaydandir kerak. o'rganishim Bu kerak. yerda ham subjektiv faktor baribir. Ya'ni hamma o'zini aqlli deb hisoblaydi va yosh kelgandan keyin, sen Nimani bilasan kecha degan masala. kelgansan, sen aql o'rgatyapsanmi degan fikrlar munosabat bo'lishi bu. yana bitta O'zbekistonda shunaqa bir endi chet el tajribasi bu qanaqa bilmadim. Endi o'zimiz xalqning ichida ko'proq bo'lganimizda, siz yurtdoshlarimiz bilan muloqotda bo'lganligimiz uchun har doim emas, katta davralarda emas, kichik davralarda shunaqa fikrlar bo'ladi. O'zbekistonda qonunlar ishlamaydi degan fikr bo'ladi. Rostdan ham qonunlar ishlamaydimi? Ishlamasa qaysi o'rinlarda ishlamaydi? Yo'q, ishlaydi deyiladigan bo'lsa, qaysi jarayonlarda aniq bir faktlar bilan keltira olamiz? Men Menga o'zim suv ichvordingiz birdan. Og'ir savol bo'lmadi. Yo'q, savol men emas. o'zimda ijtimoiy tarmoqlarda ham anchagina faolman. Aynan o'zim yo'nalishim bo'yicha shu yerda juda ham ko'p mana shu bo'yicha masala bo'ladi-da. Ya'ni aytadi, mana bu narsada menda mana bunday muammo bo'lyapti deydi. Nimaga shunday muammolarni ko'tarmaysan sen deydi. Endi menda yana bir subyektiv fikr bor. Bu vaziyatda sani hayotingdagi bu muammo menga to'sqinlik qilmayapti, misol uchun. Men o'zimni huquqimni yaxshi bilganligim uchun bu men uchun muammo emas va nima uchun men bu narsani tanqid qilishim kerak yoki buni muammo sifatida ko'tarishim kerak degan, misol uchun, qarash bor meni shaxsan o'zimda. O'zi umumiy biroz nazariyaga tushishga harakat qilamiz. O'qituvchi bo'lganligim uchun sal ilmiy yo'nalishga tortib ketib qolaman. Ma'qul bizga. Umumiy olganda o'zi kriminologiyada bir huquqni turi bor, amaliyotda mavjudda, lekin nazariyada bu unchalik ham ilgari surilmaydigan g'oya telefon huquqi degan tushuncha bor. Ya'ni bizda juda ko'p o'rinlarda biz o'tirib olamizda, deylik farzandimizni maktabga bermoqchimizmi? Shunchaki uni tartib taomilini o'rganmasdan turib telefon qilamiz. Senda mana shu maktabga farzandini joylashtirish uchun qanaqadir haligi aloqalar bormi? Tanishchiliklar qoling. Endi o'zbekchilik deyilishi bu sal absurd men uchun. Ya'ni buni o'zbekchilik demagan bo'lardim. Bu shunchaki qaysidir bir insonlardagi bir qarash, dunyo qarashi bo'ladi. Ya'ni o'zi aslida tartib taomili bilan qilish mumkin bo'lgan narsada biz odatda telefon huquqiga yoki o'sha networking deb ataladigan narsaga ko'proq murojaat qilamiz. O'zi aslida qonunni ishlamasligi bu talab va taklifga bog'liq. Ya'ni biz talab qilsakgina u ishlaydi. Bizlarni o'zimizda u narsaga xayrixohlik bo'lmasa, biz tanish bilish orqali bitirishga yoki mana shu dunyo qarashda davom etadigan bo'lsak, bu 100 yilda ham, 1000 yilda ham ishlamaydi hech qanaqa qonunlar. Misol uchun biz bog'chadan konstitutsiyani o'rgataylik bolalarga, bog'cha yoshidan maktablargacha o'taylik huquq darslarini, foydasi yo'q. Ya'ni ularda aniq bir ko'nikmalar shakllanmaguncha huquq boyagi qonunlar siz aytayotgan qanaqadir bir guruhlarning manfaatiga xizmat qiladi degan qarashdan biz chekinmagunimizcha ishlamaydi qonun. Ishlamaydi. Sizda Endi O'zbekistonda qonunlar ishlaydimi? O'zbekistonda qonun qarang. Nazariy qog'ozda qonun juda to'g'ri yozilgan. Hammasi o'z o'rinda va kelib chiqsa o'sha chet el davlatlari bilan ham teng-teng va oldindan ham oladigan joylari bor. Bitta. Ammo amaliyotga keladigan bo'lsa, bu qonunni ishlatish yo'liga keladigan bo'lsak, fuqarolar, mana Biloz Nuriddin to'g'ri aytdilar, yoshligidan o'rgatsak fuqarolarga, yoshligidan konstitutsiyaning o'zini shart emas, prosta yoshligidan o'zini savodxonligini oshirib, senda mana shunaqa majburiyatlaring bor va mana shunaqa huquqlaring bor deb bildirsak, bu yoshlar keyinchalik maktabga kiradi, institutga kiradi, bir lavozimga ega bo'ladi yoki bir joyga ishga kiradi. Keyin davlat organi bilan to'qnashuv kelib chiqqandan keyin o'sha yoshlik o'zini bilimidan, o'zini kelib chiqish, o'zini savodxonligidan kelib chiqib talab qila oladi. Nuriddin aytgandek. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Talab qilayotganingizdan keyin bu qanchalik ishlaydi? Qonunda yozib qo'yilgan. Keyingi bosqich. Bitta, ikkinchi, uchinchi. Ha, ammo qonunchilik cho'tga yozilgan.
qo'yib yuborilsin, qamalsin, yo berilsin, ajratilsin deyilgan joylar hammasi cho'tki. Kelib turib, mana shu ajratadigan inson keladigan bo'lsa, Nuriddin aytgandaki, telefon kerak bo'ladi. Men o'zim praktikada ko'p mana shu solishtiraman, to'g'ri-da. Mana bitta savol tug'ildi shu jarayonda. O'zi qonunni kim ishlatish kerak? Davlat ishlatish kerakmi, fuqarolarmi? O'zi umumiy olganda mana huquqni qo'llash amaliyotida savol aniq. Davlat qonun o'zi ishlash kerak. Qanaqa qilib yo davlat ishlatish kerak, yo fuqarolar ishlatish kerak, yo o'zi ishlash kerak? Yo'q, bu ha yoki yo'q deb javob beriladigan emasda. Misol uchun agar tarixga murojaat qilsangiz, har qanday harakat qonuniy bo'lishi mumkin, lekin huquqiy bo'lmasligi mumkin. Endi uni davlat ishlatish kerakmi, fuqaro ishlatish kerakmi deydigan bo'lsa, manfaatlarga borib taqaladi. Misol uchun mana shu qonunni ishlashdan manfaatdormanmi? Men o'sha narsani so'rashim kerak. To'g'ri. Davlat misol uchun sizni himoyangizda bo'lib turibdimi, u endi o'zini manfaati yo'lida, o'zini fuqarosi manfaati yo'lida o'zi ishlatadi. Ya'ni bu yerda ham o'sha manfaatlar masalasi birinchi o'rinda turadi. Keyin yana menda bitta savol paydo bo'ldida. Har doim to'g'ri odamlar 100 ta odam bo'lsa 100 xil fikrlaydi. 1000 ta odam bo'lsa 1000 xil fikrlaydi. O'zbekistonda siyosiy jarayonlar haqida gap ketganda kimdir juda maqtab yuboradi. Kimdir juda qattiq tanqid qiladi. Bu ijtimoiy tarmoqlar bizni ko'zguimiz. Buni ijtimoiy tarmoqlarda ko'ramiz. Hammaga bir xil yetib borishi qonunlar mumkinmi o'zi aslida? Nimaga hamma har xil talqin qiladi buni? Bu ham menimcha boya Shahriyor aytgandek, imkoniyatlarni borligi, lekin o'sha imkoniyatlar haqida juda ham ko'pchilikda bu bo'yicha ma'lumotlar yetarli emasligi. Misol uchun deylik, oddiygina bitta universitetda misolda oladigan bo'lsangiz ham, bizda deylik akademik almashuv dasturlari bor. Mana bu universitetlar bilan memorandumlar bor. Mana bunaqa imkoniyat bor. U bu desangiz, yo'q, bizda shunaqa narsa bormi deydi. Ya'ni o'zini ta'lim olib turgan narsasi san faqatgina ta'lim va mana shunaqangi loyihalarga qiziqmasdan boshqa nima narsa so'rayapti? Sani otang yer choptirmayapti. Tam o'g'lim yoki qizim, san faqat o'qigin, izlangin, o'rgangin, hamma imkoniyatni men qilib beraman deb o'tiribdi. Bu yerdan prezident yoshlarga shuncha shart-sharoit, imkoniyat, farmon, qaror, hozir misol uchun Lexus'ni ochib bitta izlash tugmasini bosadigan bo'lsangiz, yoshlar degan so'zni yozsangiz, taxminan 3000 taga yaqin normativ huquqiy hujjat chiqadi. Va adashmasam 2025-yilda o'zida qabul qilingan 200-300 dan ortiq hujjatda yoshlar degan so'z ketyapti. Bu degani o'sha 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlarga aloqador bo'lgan normativ hujjatlarni o'zi taxminan 300 taga yaqin bo'lyapti-da. Ya'ni aniq sonlarda adashayotgan bo'lishi mumkin. Va mana shuncha hujjat bo'lib turib, shu yerdagi kerak bo'lsa bitta imkoniyatda tasavvurga ega emas. Oddiy o'sha olimpiadachilarimizni misol oladigan bo'lsak, nima uchun ularga taxov beryapti deydi. Ya'ni biz ular bilmaydi. Sen olimpiada chempioni bo'lsang, nimaga berilyapti? Ha, ilm fan bo'yicha chempion bo'lsang, bilimlar bellashuvida o'rin olsang, xullas zo'r bo'ladigan bo'lsang, senga davlat rag'batlantirish ham beryapti, shart-sharoit ham yaratib beryapti, imkoniyat ham beryapti. Nima narsa kerak bo'lsa, hamma narsani beryapti, o'sha narsani bilmaydi o'zi. Va bu narsani yana borib taqalishi o'sha bugungi kunda o'sha ayrim imkoniyatlardan foydalanmay yoshlarni dunyo qarashiga borib taqaladi, tanish bilish hal qiladi, pul hal qiladi. Kimdir bo'lmasa orqangda bo'lmaydi degan qarash. Mana bu shaxsiy fikrim shunaqa. Chunki talabalar o'zi qachon yo'qoladi? Haqiqatan ham masalan biz yo'l harakat xavfsizligi borasida gapiradigan bo'lsak ham yokida o'qishga kirish borasida gapiradigan bo'lsak ham, ishga kirish borasida gapiradigan bo'lsak ham, albatta o'sha joyda tanishing bormi, bilishing bormi, aka-ukang bormi, qarindoshlar bormi, tepada kiming bor degan fikrlar bo'ladi. Bu fikrlar o'zi bizda qachon va nima sababdan paydo bo'ldi? Qachon o'zi endi yo'qolishi mumkin? Uchalamizdan qaysi birimiz tanish bilish orqali kirganmiz? Siz kimdir orqali kelganmisiz? Yoki o'zingiz ishlayotgan joylarga? Yo'q. Kimdir iltimos qilganmi? Yo'q. Menda ham xuddi shunaqa. Men O'zbekiston eng yetakchi yuridik ta'lim beradigan, misol uchun, maskanda ishlayman. Meni Amerikada tahsil olib yurgan paytimda o'sha muassasani rahbarini o'zi taklif qilgan. Agar O'zbekistonga qaytish niyating bo'lsa, keyin bizga sandagi potensiali yuqori bo'lgan, bilimi yuqori bo'lgan, xalqaro tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilar. Mana shu yerda Nuriddin reklamasi ketdimi? Podasiga bildi. Yoki bo'lmasa, mana yoshlar parlamentida. Men yoshlar parlamentiga kelishimda ham biror bir tanish bilishim ishga solmaganman. Qo'mita raisligiga ham hammasi o'zimni qilgan. Unda qanaqasiga bo'lishi mumkin? Qilgan xatti-harakatlarim bir, erishgan yutuqlarim va o'shalarni ijtimoiy tarmoqlar orqali men ko'rsata olganligim masalasi. Ya'ni bu narsada baribir asosiy push bergan narsa bu albatta meni shu ijtimoiy tarmoqlarimda hisoblayman. Lekin ijtimoiy tarmoqqa chiqib turib
to'g'ri so'zni texnologiyada tanlab gapirish ham kerak-ku. Albatta bu Bu juda uchun muhim. ham bilim kerak. Ya'ni Bizda o'qigan kerak bo'lish- bo'lsa hayotimizni, karyeramizni belgilab beradigan bu maydon ijtimoiy tarmoq bo'lib qoldi, to'g'rimi? To'g'ri. Bular hozir advokatlik siz aytgan- litsenziyasi kimdir olib berganmi? Yo'q, o'zim olganman. O'zim ekzamendan o'tib borib litsenziyasini olinadi, stajirovka bo'ladi, stajiz bo'ladi, olasiz. Aytmoqchi bo'lgan gap tanish bilish degan narsangiz yo'qolmaydi. O'sha Amerikada ham, o'sha Yevropada ham, o'sha Xitoyda ham tanish bilishingiz bor. Bu narsa o'yna Nomlanishi boshqacha xolos. yo'nalishi boshqa, to'g'ri aytyapsiz. Lobby deydi, networking Endi deydi. o'zini bilimi bor, salohiyati bo'lgan Bu- inson kimgadir mani ishga joylab qo'ying, mani u yoqqa olib kirib qo'ying, yo cho'ntagingizga buncha tiqaman demaydi-da. Mana O'zini shu bilimiga joyga- ishongan odam. Ha, mana menimcha. xuddi shu gap mana Nuriddinning praktikasida, meni praktik amaliyotdan kelib chiqsa, harakatini qilsangiz, o'zingizni huquqlaringizni, majburiyatlaringizni to'g'ri bilsangiz, to'g'ri yo'nalishda va qiziqishingiz bo'lsa, to'sqinlik yo'q. To'sqinlik yo'q. U keyinchalik bir qanaqadir определённый bitta ikkita joylarda bo'lib qoladi, yo'q emas. Bo'ladi. Umumiy olib qaraganimizda harakatini qilsangiz, biz ko'rib turibmizki, bemalol siz xohlagan darajaga yetsa bo'ladi. Bu narsaga bizda qanaqadir qonuniy tarafdan ham to'sqinlik, tanish bilish har doim ham shart emas. Imkonini qilsangiz yetasiz. Shu yerda Yana bitta bitta savol, aha. ma'lumot ham berib ketaylik. Bizning kuzatuvchilarimiz orasida yoshlar bo'lsa, o'sha vazirlik, idora, agentlik, umuman davlat tashkilotlarida ishlamoqchi bo'lsa, balkim ularda ham tushuncha bo'lmasligi mumkin. Qanaqa qilib, deylik, Tashqi ishlar vazirligi yoki Adliya vazirligiga ishga kirish mumkinligi haqida. Sayti bor. Saytga kirishi bilanoq chiqadi. Vazirlik, idora, agentliklar, prezident administratsiyasidan tortib barcha tashkilotlar bor. O'sha yerdagi bo'sh ish o'rinlari va o'sha bo'sh ish o'rinlariga qaysi havolalar orqali hujjat topshirishgacha hamma ma'lumotlar bor. Bu uchun kimdir iltimos qilib turib, hujjatingizni olib borib turib, o'sha odam orqali topshirishi shart emas. Hozir hamma narsa onlayn. Haligi raqamli hukumatga biz o'sha 2017-yildan keyin o'tishni boshlaganimizdan keyin hamma mana bu kadr siyosati doirasida ham hamma hujjatlashtirish elektron tarzda bo'lib ketib bo'lgan. Siz shunchaki o'sha saytlardan foydalanishingiz. Ammo esladim bitta narsa. Tashqi ishlar deganlarga 4-kurs bitirayotganimda men tashqi ishlarga kirmoqchi edim. Praktikaga kirmoqchi edim, agenchilik ishga kirmoqchi edim. Qabul qilishmagan. Ha, nimaga? Qabul qilishmagan sababi bizda diplomatiya bor. Xo'p, boshqa topilar, joy topilar, ish topilar, mana kadr kerak ekan-ku desamda, yo'q deyishgan. Keyin o'sha yerga kirgan, endi xalqaro huquq o'qiyapman-ku, qiziqishim bo'lgan tashqi ishlarga. Qiziqishim bo'lganda aytishgan, yo'q, u faqatgina diplomatiya olinadi yoki bir o'sha joyda kimdir ishlayotganing bo'lishi kerak. O'shanda kiradi deyishgan. Men shu bo'yi xayr deb Lekin yo'ldan qaytganman. bu aytayotgan fikrlari ham to'g'ri. Qaysidir tashkilotlarga amaliyotni o'ziga kirish qiyin. Ha. Ish haqida gapirish-ku To'g'ri. umuman aytilmaydigan Shu yerda masala. ham yana bir savol. Nima uchun shu yerda sudga murojaat qilmagansiz? Ya'ni qonunchilikni oladigan bo'lsangiz, siz tashkilotga murojaat qilganingizda, u sizga yozma siz murojaat qildingizmi? Yozma tarzda biz hozir ish o'rnini olmayapmiz yoki diplomatiyadan olamiz degan bir yozib berish kerak aslida-da. To'g'ri. Agar umumiy olganimizda bu kadr siyosatini Endi hozir bu ko'tarsangiz, 4-kursda o'qib kelayotgan bola, tashqi ishlarga praktikaga ham, tekinga ham rozi bo'lib turgan bola Amaliyot. borib turib, olinglar meni institut bitirishimga bir 4 oy bor. Sizlarda bir uni olmoqchiman desam-da, yo'q degan gapiga men qanaqa, nima to'xtata olaman? O'sha vaqtdagi psixologiya to'g'ri kelmaydi. Hozir bir uni qanaqa sudga borib, yo'q, uni xayolga ham kelmagan unaqa. To'g'ri, u narsa kelmaydi ham. Bu tomoni ham to'g'ri. ana va nihoyat mana. Yo'q, ya'ni u hali yosh bo'lganliklarini to'g'ri demoqchi. Bilasizmi, yaqinda xuddi shu masalasida bizda bitta tashkilotda shunaqa muhokama ko'tarildi. Yosh talabalarni ishga olish kerak, lekin talabalarni ishlatish haqidagi qonun yoki qonusiy hujjat yo'q ularda. To'g'ri. Shuning uchun talabani ishga ola olmayapti, lekin talaba tayyor unda. Masalan, telekanalni olaylik. Masalan, talaba tayyor, u yaxshi reportajlar, yaxshi ko'rsatuvlar tayyorlanadi, yuzi bor, lekin ishga olish masalasida shunaqa hujjat so'ralganda, afsuski hujjat yo'q. Nimaga bu qonun loyihasi hamon kirgani yo'q? Agar kirayotgan bo'lsa ishlagani yo'q. Mana shu joyda harakatini ko'rsatish kerak-da. Mana shu yoshlar parlamenti mana shu yaqqol ko'rinib turgan holatlarni hal qilmasa, boshqa paytda unda bizga nima keragi bor? Bu narsa bo'lmagandan double standart bu ham hozir, ya'ni ikki standartli bo'lib qoladi. O'zi mehnat qonunchiligini o'zida ruxsat berib qo'yilgan. 16 yoshmi, 15 yoshida adashmasam. Yo, Shu endi yoshda u yerda mehnat qilish ruxsat huquqi berilgan. bor. Oliy ta'lim muassasasida o'qiganligi uchun va u talaba bo'lganligi uchun ma'lum bir tashkilotga uni ishga ola olmaydi. To'g'ri. O'sha mehnat qonunchiligida mana shu yoshdan ishga kirishi mumkin deyilganda talabalarga ilmiy ish qilayotganlarga alohida tartiblari bor. Ya'ni talabalar o'qishiga xalaqit qilmagan holatda bemalol mehnat qilishlari mumkin deb turgan joy. Agarda hozir siz aytayotgan qonun loyihasini biz o'sha yoshlar parlamenti nomidan deylik taklif sifatida bir qo'mitalarimizga yoki fraksiyalarga kiritsak-da,
u yerdan qonun loyihasi qilib olib o'tadigan bo'lsak, keyin bu yerda talabi bo'lmaganlarda e'tiroz bo'ladi. Mana men o'qimayman, lekin meni ham olmayapti-ku deydi. Ya'ni bu ikkinchi bizni masala. pozitsiyamiz nimasi yomon? Bu oliy ta'lim muassasasida o'qiyapti, hali buni ham oliy ma'lumoti yo'q. Menda ham oliy ma'lumotli yo'q, lekin bu yerda ikki xil standart bo'lib qolyapti-ki degan e'tiroz ham sabab bo'lishi Yo'q, mumkin. qo'shilmayman e'tiroz. Bu oliy ta'lim muassasasida o'qimaydi, bu o'qiydi. Bu o'qib bitirib diplom oladi. Mutaxassis bo'ladi. Lekin u ham bitira oladimi degan savol. Yo'q, xo'p, o'sha paytida bunga harakat qilib imkon qilib bersa bo'ladi-ku. Bu mayli ishga ofitsialniy kirmasa ham stajirovkaga olinsin. O'sha narsa ham stajda ketsin. O'qishni bitirgan paytiga 2 yillik staji bor ekan, endi mayli ishga kirsam bo'ladi degan imkoni bo'lsin. Bugungi kunda endi bu oliy ta'lim Nargiz muassasalariga Farov- mustaqillik berilyapti. Bu menimcha o'sha OTMlarning o'zida qolgan gapda, ya'ni ularni o'zi xususiy bizneslar bilan, davlat tashkilotlari bilan hamkorlik memorandumlarini imzolab turib, menimcha o'zi ham harakat qilish kerak. Hamma narsani davlatga yoki hamma narsani qonunchilikka tirkab qo'yish menimcha bu juda ham to'g'ri fikr emas. Albatta, bu xususiy davlatni rivojlanishida xususiy tashkilotlarni o'rni bo'lakcha. Endi yana menda bitta savol bor. 2023-yilda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining juda katta, deyarli asosiy qismi o'zgardi. Bu ijro hokimiyati va qonunchilikdagi bir-biriga bo'lgan bog'liqlik jihatlarini qanchalik amalga oshira olyapti? O'zi umumiy olganda konstitutsiya nima uchun o'zgardi? Unga ehtiyoj bormidi? Nima uchun referendum orqali o'zgardi degan savollar ham bo'lishi mumkin odamlarda. Endi umumiy olganimizda o'zi qonunchilik Romano German huquq oilasi o'zi anglo-sakson huquq oilasidan ko'ra, ya'ni aynan bizani qonunchiligimiz bu anchagina murakkab, doimiy ravishda o'zgarish va qo'shimchalarga muhtoj bo'ladigan. O'zi qonun shunaqa yangilансagina u ishlaydi. Ya'ni anglo-saksonni oladigan bo'lsak, deylik, mana shu xonada sher yoki yo'lbars yurishi mumkin emas degan norma chiqmaguncha u mumkin. Xo'p, endi o'sha naqa biror bir case bo'lib, ya'ni bizadagi xonada o'tiribmiz, mana podkast xonada bitta yo'lbars kelib, bizga zarar yetkazmaguncha, sud mana shunaqangi holatlarda yo'lbars kirishi mumkin emas degan qaror chiqaradi va o'sha qonunga tenglashtiriladi. Endi bizda esa umuman insonga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan har qanaqangi holatlar taqiqlanganmi, bo'ldi. Yo'lbars kiryaptimi, bu mantiqan to'g'ri. U yirtqich hayvon, u zarar yetkazishi mumkin deyiladi, mumkin emas deyiladi. Ya'ni uni umuman ochiqda yurish u hayvonlarni. Yoki bo'lmasam samolyotda siz chet eldan u davlatdan bu davlatga ketayotganingizda samolyotingda o'zingni sheringni yetaklab kelib kabinkaga kirishing mumkin emas degan qaror chiqmaguncha mumkin u. Bizda tabiiy holat bu zarar yetkazishi mumkin kimgadir deyiladi, mumkin emas deydi. Endi zamon rivojlanyapti, texnologiya rivojlanyapti, sun'iy intellekt, robototexnika, additiv texnologiya deyapmiz. Endi hamma tomondan rivojlanish bizani bosib kelyapti. Qonunchilikda haligi kichkina bo'lib qolyapti. Juda ko'p muammolarga yechim taklif qila olmayapti qonunchilik. Shuning uchun biz doimiy ravishda o'zgartirishimiz kerak bo'ldi va mana shu konstitutsiyamiz ham 92-yilda qabul qilingan bo'lsa, bazasi taxminan 90 yoki 80, balki undan ham oldingi konstitutsiyani bazasida bu umumiy olganimizda. Ya'ni o'sha eski qonunchilikni mexanizmlari turgan bo'lgan va bugun endi shuncha oxirgi misol uchun 10 yilni o'zini hisoblasangiz ham nima rivojlanishlar bo'lmadi-da. Umuman siyosiy hayotda ham, ijtimoiy hayotda ham, xalqaro masalada ham, geosiyosatda ham endi o'sha davrga munosib bo'lgan bizga normalar kerak bo'lganligi uchun biz xalqning irodasini so'radik birinchi. Odamlar mana shu narsalarimiz eskirdi. Deylik, o'sha eng mashhur bo'lgan masala o'sha Ozodbek Nazarbekov chiqib aytdilar-ku, mana men adashmasam o'zlarini aytdilarmi, biror bir qarindoshlarini xullas javobgarlikka tortilgan edi, men hech qachon lavozimga tayinlana olmaganman deb. Bir oilada bir inson qamalsa, shu oilaga nima bo'lardi, bir o'ylab ko'ringlar. Na ota-onasiga kun bor edi u. Na farzandlariga maktabda kun bor edi. Lekin mana shu konstitutsiyadagi bir eng muhim o'zgarishlardan biri bundan buyog'iga ota bolasiga javob bermaydi, bola otasi uchun javobgar emas. Bu narsa ham o'zi tagini ko'tarsangiz, SSR davridan qolib ketgan qanaqadir norma bo'lganda, qarindosh urug'larning orasida sudlanganlik bo'lsa, uni huquqni muhofaza qiluvchi yoki bo'lmasa boshqa davlat tashkilotiga ishga olmaslik masalasi. Ya'ni eskirgan edi bu. Yo'q, hozir sujada to'xtang. Yo'q, unaqa emas-ku, to'g'rimi? Oldin shunaqa edi. Hozircha. Hozir o'zgardi. Hozir o'zgardi. Qonunda o'zgardi, lekin Konstitutsiyada qanaqa? Real vaziyatda ham o'zgardi. Real vaziyatda ham o'zgardi. Rostdan ham o'sha qarindoshchilik bola otaga javob bermaydi, ota bolaga javob bermaydi. Oldin unaqa emas edi. Tog'asi bo'lsa ham javob berardi.
endi amaliy bir qanaqadir spetsifik ish joyiga kirmoqchi bo'lsangiz, bir harakat oshirsangiz, bir qanaqadir to'sqinlik bo'lmasa, u ham qonunchilikdan belgilangan. Amaliyotda общий yo'nalishda qaraganda yo'q, to'sqinliklar to'g'ri yo'qoldi. 23-yilda nimaga o'zgartirish kiritildi? Endi to'g'ri aytyapti Nuriddin, vaqt o'zgaryapti, qonunchiliklar o'zgaryapti. Kerak edi. Ha, Kerak. konstitutsiya bu qonun bo'lib, faqatgina konstitutsiya davlatni qaysi tarafda yo'nalishi, qaysi tarafga rivojlanishini belgilab beradigan qonun xolos. Yo'nalishini ko'rsatadi. Unga yarasha o'zi qonunlar, kodekslar, qarorlar o'sha u yog'ini to'g'rilaydi. Tushunarli. Rahmat kattakon. Keling, agar bilsangiz, fikrlaringizni aytsangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Rivojlangan mamlakatlarga yoshlarga imkoniyat berish darajasi qanaqa va qanday bir qanday qonunlar bilan, qonun hujjatlar bilan ularni faoliyatini muvofiqlashtiradi, ularni salohiyatini, intellektini, iqtidorini ochib beradigan demak tashabbuslar bor. O'zbekistonda yoshlar ishlari agentligi bor, demak qonun oladigan bo'lsa, yoshlar to'g'risidagi qonun bor. Chet elda juda ko'p davlatlarda bo'lganman, 3 ta davlatda tahsil olganman. Bittasida bakalavr, ikkinchisida magistr, uchinchisida malaka oshirish. Xo'p, va bu davlatlarning hammasi o'sha top 10 talikda turadigan davlatlar dunyodagi, iqtisodiy ham, boshqa jihatdan ham. Hech birida men ko'rmaganman O'zbekistonchalik yoki sobiq ikkinchi tomoni ham bor. Bu demografik masala va gerontokratiyani kuchayib ketganligi. O'zi umuman juda ko'p davlatlarni siyosiy tuzilmasini ko'radigan bo'lsangiz 70 yoshdan baland yoki 80 dan ham kerak bo'lsa baland. Misol uchun eng zo'r hisoblanadigan Amerika davlatining prezidentini olsangiz ham 78-79 yoshdagi rahbar boshqaryapti. Undan oldingi rahbarni endi memlarga aylanganini menimcha hamma ko'rdi. Ya'ni demografik masala deganda o'sha yoshlarni ham soni borgan sari ko'payib ketayotganligi, umuman aholi soni pasayib ketayotganligi masalasi va qo'shimchasiga o'sha yosh kattalarni juda ham uzoq vaqt davomida bir yerlarda qolib ketayotganligi menimcha sabab u yerlarda. Yana bitta savolim bor. O'zi umuman qonunchilikda yoshlarni o'rni qanchalik muhim, kerakmi? Hali hayotni to'liq ko'rmagan, bilim jihatdan o'ziga yarasha bilimi bo'lgan. Endi qonunchilik shu qadar murakkab tarzda va professional tarzda tayyorlanishi kerakki, u demak markazdagi insonga ham, eng chekkadagi insonga ham bir xil tarzda yetib borish kerak. Buni yoshlar qanchalik anglab, tushunib, yetib, Yoshlarda deb yosh belgilayapsiz. Qonunchilik palatasiga ham kirish uchun o'zining chegarasi bor. 18-30 yoshmi nazarda tutilyapti? O'zini staji bor. Yo'q, aytganim 18-30 yosh deyilyapti-da, to'g'rimi? Hop, 18-30 yosh degandan keyin qanchalik ular parlamentga bitada 18-20 yoshda parlament deputat bo'la olmaydi? Buni ham o'zini yo'li bor. 25 yoshdan keyin 30 yoshgacha mayli. Ha, u yoshda ham bitada kirish qiyin. Harakatini qilish kerak, ko'rsatish kerak ilmini o'zini. Parlament shuning uchun ham belgilanyaptiki, endi shu masala olib kirsangiz, bu masalani o'rganiladi. Endi yoshlar parlamenti misolda olsak bo'ladi. O'zi umuman olganimizda dunyodagi juda ham kam sonli davlatlar adashmasam 80-90 ta davlatdagina yoshlar parlamentiga o'xshagan mexanizm bor. Endi buni borligi bir tomonda, ishlash-ishlamaslik masalasi bir tomon. Ya'ni mexanizm taxminan shunday bo'lishi mumkin 80-90 ta davlatda-ku, lekin nomiga bo'lganlari ham bo'lishi mumkin. Aniq O'zbekiston misolida oladigan bo'lsa, yoshlar parlamenti mana o'zim hozir mana shu podkastga kelishdan oldin o'zimiz o'sha huquqiy savodxonlik vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalalari bo'yicha qo'mita a'zolari bilan birgalikda o'sha Oliy Majlisda katta qo'mitasi, ya'ni korrupsiyaga qarshi kurashish va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mitada bir qonun loyihasini muhokamasi ketdi. U yerda o'sha O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasidan, Majburiy ijro byurosidan, Adliya vazirligi, Moliya vazirliklaridan hamma xodimlar o'tiribdi, hamma o'zining fikrini bildiryapti. Va qo'mita rais o'rinbosari so'z berayotganda, endi bu yerda yoshlar parlamenti a'zolari ham bor. Mana shu qonun loyihasi, ya'ni qonun loyihasini o'zi asl kelib chiqishi u fuqarolik qonunchiligida tartibga solingan. Mana shu bo'yicha yoshlarning fikri nimadan iborat deganimizda, deylik, men o'zimni fikrlarim va takliflarimni bildirdim shu qo'mita raisi sifatida va buni Adliya vazirligining mas'ul xodimi oldi. Ya'ni biz bevosita qonunda belgilangan tartibda taklif bilan chiqmayapmiz. Shunchaki bizga eshitayotgan odam bor sizni. Ha, eshitayotgan o'sha endi bu ham baribir prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan tashabbus, ya'ni parlamentda qonunchilik ijodkorligida yoshlarning ham ovozi bo'lsin, yoshlarni ham qiynayotgan masalalarni o'sha parlament darajasiga ko'tariladigan bir qanaqadir mexanizm bo'lsin degan mazmunda tashkil qilindimi? Mana shu mexanizm endi ishlab ketishni boshlayapti. Ya'ni mana qo'mitada biz taklifni ilgari surdik. Qo'mita buni qo'mita taklif sifatida qabul qilasizlarmi deb beryapti. Adliya vazirligi albatta bering deyapti. Biz ishchi guruh tomonidan ishlab chiqilgan taklif sifatida olaveramiz deyapti. Ya'ni yoshlar parlamenti ham
man shaxsan o'sha yoshlarning tadbirkorligidan kelib chiqqan holatda bu ularga muammo keltirishi mumkin bo'lgan masalalar tomoni va unga o'sha konstruktiv yechimlarni taklif qilganligim uchun qabul qilishdi. Ya'ni bu mexanizm hozir bor va men o'ylamayman biz hali yoshmiz bunaqa narsalarga aralashishga degan narsadan sal chekinishimiz kerak. Ya'ni o'zimiz o'rnimizni so'rab olishimiz kerak. Yoshlar parlamenti haqida gapiryapsiz hozir. Shu bo'yicha savolim bor. Yoshlar parlamenti, Yoshlar ishlari agentligi va umuman boshqa yoshlarga oid turli tashkilotlar yoshlarni tashabbuslarini real siyosiy maydonga olib chiqishi uchun bir haqiqiy platforma bo'la olyaptimi? Xo'p, Yoshlar parlamenti tashkil qilinganiga 5 yil to'ladi. Ya'ni 2020-yildagi davlat dasturi doirasida Senat va Qonunchilik palatasi huzurida Yoshlar parlamenti tashkil etish masalasi ilgari surilgan edi va o'sha yildan boshlab dastlabki qadamlar qo'yish boshlangan. Endi bir chaqaloq umriga to'g'rilaydigan bo'lsak, 5 yoshda hali chaqaloq endigina yurib, endi o'ziga kelib, haligi juda unaqa yaxshi yomonni farqiga bormasa ham o'zini anchagina eplab olgan yoshda bo'ladi. Yoshlar parlamenti ham sekin-sekin o'zini o'sha ichki mexanizmlarini to'g'ri ishlab ketishga harakat qilayotgan bugun yosh tashkilotlardan bittasi. Mana shu tomonni ham ilgari hisobga olish kerak. Ya'ni juda unaqa ko'p narsani hali kutish kerak emas. Jamoatchilik asosida bo'lganligi ham. Shu tomonni ham hisobga olish kerak. Ya'ni 18 hamda 30 yosh orasida bu 25 yoshliklari bor, 26-27 yoshliklari bor, hop farzandi bor, oilasi borlari bor. Mana shu narsalarda o'zini ishi va o'zini ishiga yana bir vaqtda yoshlar parlamentiga jamoatchilik asosida vaqt ajratib kelishyaptimi? Demak, mana shu yurt uchun qanaqadir fidoyi, qaysidir ma'noda fidoyi yoshlar desak bo'ladi. Ular harakat qilishyapti o'sha o'zini hududlaridan turib muammolarni aynan qo'mita darajasiga ko'tarishga. Mana biz o'zimizning qo'mitamizda ular tomonidan bildirilgan, mana hozir yana bitta mexanizm ishga tushirildi. Botlar orqali havolalar biz o'zimiz ijtimoiy tarmoqlarimizda, kanallarda bo'lishdik. O'sha havola orqali endi shu chekka hududlarimizdagi yoshlarimiz ham o'zining murojaatini qoldiryapti va tegishliligi bo'yicha qo'mita o'rganib chiqib biz yoshlar masalalari bo'yicha komissiyaga beryapmiz buni Qonunchilik palatasida va o'sha yerda komissiya nomidan bu o'sha hududdagi kerak bo'lsa mas'ul bo'lgan tashkilotlarga yuborib berilyapti. Ya'ni muammosini ko'rib chiqish masalasi bo'yicha. Bunda faqatgina muammo ko'rib chiqish emas, balkim talab, takliflar, hop ularni o'sha o'ziga xos xususiyati, ya'ni o'zlarining hududlarini o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holatda qanaqadir bir masalalarga yechimlar taklif qilishyapti. Mana shulargacha hozir biz o'zimizga ish reja ishlab olganmiz. Mana shu ish reja asosida Yoshlar parlamenti raisi va o'sha o'rinbosarlari, fraksiya guruhlari rahbarlari bilan birgalikda ishni olib boryapmiz. Buni natijasi yaqin taxminan 1 yil, 2 yillarda ko'rinishi boshlaydi va o'ylaymanki bu Yoshlar parlamenti juda ham yaxshigina platformaga aylanishga ulguradi. O'zi siyosiy partiyalar qanaqa bo'lishi kerak? Ular jamiyatdagi o'rni qanaqa bo'lishi kerak? Unga a'zolari xayrixohlik masalasida qanaqa bo'lishi kerak? Masalan, bugun O'zbekistondagi siyosiy partiyalar shunaqaki, mana buncha a'zoyim bor, mana buncha a'zoyim bor, mana buncha a'zoyim bor deyapti-da, lekin muhim bir uchrashuvlar bo'lganda a'zolari unaqa qo'llab-quvvatlovlarini ko'rmaymiz-da. O'zi siyosiy partiyalar qanaqa shaklda bo'lishi kerak? Ular qanaqa muammolarni ko'tarish kerak, qanaqa takliflarni berish kerak? O'zi umumiy olganimizda bittadan ortiq insonning hayotiga ta'sir qilyaptimi, bu siyosiydir deyiladi. Birinchisi. Ikkinchisi partiya masalasi, bu ingliz tilida parties deydi, ya'ni tomonlar. Deylik, Milliy tiklanish demokratik partiyasi. Bu tomondagilar, ya'ni deyiladiki, milliy tiklanish, milliy qadriyatlar, o'zbekchilik, boya biz aytayotgan o'sha stereotiplar, mentalitetga suyangan davlatni xohlaymiz. Biz bu tomonmiz deyiladi. Mana shu tomonlar, ya'ni boyagi parties degan tushuncha. Endi liberal demokratik partiya chiqyapti. Biz liberal demokratik masalalarda turadigan tomonmiz. Ya'ni biz aynan mana shu turdagi g'oyalarni ilgari suramiz, aynan mana shu tomonda turamiz. Siz narigi tomonda tursangiz deb turib, boshqa partiyalar ham xuddi shunaqa. Ekologik partiyada ham xuddi shu qarash, biz toza havo, toza tabiat, xullas mana shu ona zamin degan bir qarashdagi g'oyalarni ilgari suradigan tomondamiz. Mana shu qarashdagi bo'ladigan odamlar bizga qo'shilsin deydi. Umumiy olganda partiya ishlaydimi, ishlamaydimi, masala bunda emas. Masala mana shu partiya nimadan manfaatdor? Jimgina o'tirishdan manfaatdormi
jimgina o'tirib deylik o'sha o'zidan deputat qo'ydi, mana shu deputat 5 yil oylikni olib shunchaki ketmoqchimi yoki qanaqadir tarix yozmoqchimi, mana shu yurtga qanaqadir bir o'zini hissasini qo'shmoqchimi, o'zini o'rniga ega bo'lmoqchimi, baribir har bitta insonni o'zini missiyasi bo'lishi kerak va o'sha missiyani to'g'ri tushuna olishi kerak. Partiya rahbariyatidan tortib deputatlar, xalq boshqa vakillari, yoshlar parlamenti a'zolari ham. Man shunchaki kelib turib, yoshlar parlamentini a'zosiman deb turib, televizorda chiqib, shunchaki ketmoqchimanmi yoki qanaqadir tarix yozmoqchimanmi, mana shu yurtga kerakli odam bo'lmoqchimanmi, yo'qmi? Mana shu savolga birinchi javob topib turib kelish kerak nazarimda. Bugungi kunda yoshlar, mana oxirgi savolim, bugungi kunda yoshlar qaysi jihatlarda ko'proq o'zini ulushini ko'paytirish kerak? O'zbekistonda masalan qaysi jabhada o'zlari tashabbus qilib, o'zlari kirib borib, qaysi jabhalarda o'zlarini ko'rsatishlari kerak va ularning hissasi mana shu jabhada muhim deb o'ylaysiz? Siyosiy texnologiyada olganingizda o'zi davlat hamma imkoniyatni beradi sizga. Deylik 16 yoshga to'ldingmi, sen fuqarosan, to'laqonli. 18 yoshga to'ldingmi, saylov huquqing bor. Va mening nazarimda bugungi kun O'zbekiston yoshlari yangi renessans ostonasida turgan holatida qanaqadir cheklovlarni o'ziga qo'yishi, biz faqat mana bu jabhalarda yaxshi bo'lishimiz kerak degan narsani ilgari surishiga men qarshiman. Aytaylik, tuproqshunoslik bo'yicha bo'lsa ham zo'r mutaxassis bo'ling. Xo'p, veterinariya sohasi bo'yicha bo'lsa ham eng zo'ri bo'ling. O'zimizda tajribadan misol keltiramiz. Mana qishloqda yashaydigan yoshlarimiz bizani ko'rayotgan bo'lishlari mumkin. O'sha yerdagi veterinar ham, deylik, vazirlikda ishlayotgan odamdan ko'ra ko'proq daromad qiladi, yaxshi veterinar bo'lsa. Chunki ishini yaxshi biladi. Shuning uchun har bitta soha bo'yicha umuman buni farqi yo'q. Ya'ni misol uchun dunyoviy tendensiyani olsangiz, hozir Xitoylik yoki bo'lmasa Amerikani yoshiga borib yoki Yevropani yoshidan borib so'rasangiz, kim bo'lasan desangiz, faqat prokuror bo'laman, hokim bo'laman, vazir bo'laman demaydi ular. Robototexnika bo'yicha mutaxassis bo'laman deydi. Sun'iy intellektni tam data bazasi bo'yicha mutaxassis bo'laman deydi. Yo'nalishlarni bugungi texnologiya aslida umuman chek-chegarasi yo'q. Lekin bizda haligacha kim bo'lasan desa, faqat hokimiyatga intiladi. Faqat shu mana shunaqangi odam bo'laman, bunaqangi odam bo'laman. Menimcha o'sha barcha jabhalarda to'p bo'lishga harakat qilish kerak. Rahmat katta. Sizning fikrlaringiz qanaqa? Qanaqasiga biz yoshlarga bunaqa bo'lishga intilgin, harakat qilgin deya olmaymiz. O'zlariga bir yoshligidan qiziqish bo'lmasa foydasi yo'q. Bular to'g'ri aytdilar. Faqatgina hokimiyatga intilyapti. Oxirgi yillarda ham tendensiya o'zgardi, rostdan o'zgardi. Bu tendensiya yaxshi deb o'ylayman. Tendensiya o'zgarganligi sababi yoshlar rostdan ko'ryaptiki, nafaqat hokimiyatni o'zi shaxsan o'zi qayerdadir ishlab ko'tarilib, yaxshi hayot ko'chirishga imkoni borligini ko'ryapti. Shu imkoniyatni ko'rsatsa bo'ldi yoshlarga menimcha. Shu imkoniyat faqatgina hokimiyatdan tashqari boshqa joylarda borligini ko'rsatsa, yoshlar o'zini yo'l topib tushunarli. Rahmat kattakon, bugungi berilgan savollarga javoblar, takliflar, fikr-mulohazalar, yechimlar uchun menimcha ichlaringizdagi fikrlar ancha aytildi. Rahmat kattakon, qadrli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Bugun biz yoshlar jamoasi asosan O'zbekistonda yoshlarni qiynayotgan masalalar, siyosatdagi yangiliklar va umuman barchasi haqida atroflicha suhbatlashishga harakat qildik va keyingi dasturlarimizda bu mavzularga chuqurroq kiramiz. Agar sizni qaysi mavzular qiziqtirsa, qaysi mavzular siz uchun ko'proq manfaatli bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Biz albatta ekspertlar bilan birgalikda ushbu mavzular yuzasidan fikrlashamiz, sizlarga manfaatli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Hozircha xayr, navbatda biz bo'ldik. Salomat bo'ling.